Odamzod qaysi saboqni unutmasligini maslahat berasiz? O'lim degan saboqdir. O'lim? Bir kun o'lish kerakligini aniq biladi inson. Unutmaslik kerak. Eng go'zal saboq bo'lsa kerak shu. Bo'ldi. O'lim, nuqta, hamma narsa tugaydi. Palonchi pismadonchi o'ldi. Endi palonchi pismadonchi emas, endi u mayyit. Mansabingiz bor-a, o'lgan kuningiz almashtirib qo'yishadi. Tahu mashinasi bor. O'ldi, bo'ldi. Tahu yo o'g'lingizga, yo ukangizga, yo xotiningizga qoldi. Endi u sizniki emas. Hattoki bilasizmi nima bo'ladi keyin? Nomingizdan ham o'chirib o'zini nomiga o'tkazib oladi. O'lim sizga tegishli hamma narsani to'xtatadi. Hamma narsani. Odatda bizning muammolarimiz o'limni eslamaganligimizdan, o'lmaydigandek bo'lib yashaymiz. O'limni ko'proq eslang, inoyatulaka unaqa yugurmaysiz ham ko'p keyin. Dadasi, menga falondan onasi baribir o'lib ketar ekanmiz. Nima qilasan? Shuni taqmay qo'yaqa shu zarvandani deysiz. Ali Hojiboy rahmatli aytganda, ota-bobomiz kapa tikib yashagan. Nimaga? Baribir o'lib ketamiz degan. To'ppa-to'g'ri. Albatta musulmon odam boy bo'lish kerak, haloldan, ya'ni sharti shu. Haloldan, qalbga solmay, cho'ntakda. Lekin bitta narsada, agar o'limni ko'p eslasangiz, siz o'zingizni ana shularga baxshida qilib yubormaysiz-da. O'qqa cho'qqa uravermaysiz. Mana shu saboqni inson esdan chiqarmaslik kerak.